Daraxtda zo'r narsa yo'q, turishini olganiga o'qilayapti. Biznikini tagini ochgani qo'qqas, qabul jarayonida biznikini ochadida tagini ko'laydi. Bunday qilib. Bunday qilib salfetkaga o'ragan narsani ham ko'laydi. Bunday qilib ochadi. O'qlamaganmikan, aldamaganmikan? Faqat bizda aldangan shirami borini, kasali borini tagiga o'qlaymiz. O'zimizni xalqimizni aldayapmiz. Xalqimizni dasturxoniga pishmagan, xom, o'qlangan mahsulot beryapmiz. Biz qachon rivojlanamiz? Biz aytyapmiz, hozir dehqonlarga ko'proq urg'u qaratyapmiz. Dehqon bog'bonlar chiroyli qilib mahsulotni yetishtirsa, o'qlanish muammosi 80% yechiladi. Aytyapmiz, mana xurmoni qarang. O'zimizda bo'ladigan lepyoshka xurmo. 80 ming, 100 ming so'm kilosi, 60 ming so'm. Ha biz shunaqa qilib 20 ming sotaylik, 15 ming. O'sha dehqonga foyda bo'ladi-yu, bog'bonga foyda bo'ladi-yu. Anorni ko'rsangiz mana, kuyganini qo'ymay chiroyli qilib qo'yyapti. Nomarchilik qilyapsiz, pishmagan mahsulot sotib. Shu sotayotgan dehqonga tegishli. Olayotgan brokerga tegishli. Vijdoningiz bormi? Nima qilasiz O'zbekistonda mahsulotni xor qilib, o'qilib, tagiga yomonini solib? Sizlar ham hayo qiling Allohdan. Uyaling, taqvo qiling. O'zbekistonda obro'sini ko'tarishimiz kerak. Qachongacha bu narsalar bo'ladi? Qachongacha xohlagan ishingizni qilasiz? O'qilashga sharoit qilib beryapsiz bu yerda. Durustcha sotayotgan, do'ngicha sotayotgan dehqonlar. Yaxshilab eshitib oling. Xafam bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Bu vatanda obro'sini tushirishga haqqingiz yo'q. Davlatning imijini tushirishga haqqingiz yo'q. Bu brend bo'ladi. O'zbekiston degan nom bor batda. Farzandlarimizni kelajagi bu turibdi batda. Yurtda obro'si turibdi batda. Sizni noto'g'ri harakatingiz evaziga sifatsiz mahsulot ko'payib ketdi.